Prostatit kasalligi erkaklar orasida eng keng tarqalgan va hattoki eng noto'g'ri tushunchaga ega bo'lgan kasallik hisoblanadi. Kimdir antibiotik ichadi, kimdir massaj qiladi, kimdir umuman e'tibor bermaydi. Bugungi suhbatimizda bu kasalliklarning klassifikatsiyasi va ilmiy yondashishni sizlarga gapirib beraman. Tarixiga nazar tashlaydigan bo'lsak, 19-asrda prostatit bittagina infeksion kasallik deb qaralgan, lekin 1995-yili Nix buni kasallik va tasniflarini keltirib bergan. Unga ko'ra 4 ta guruhga bo'linadi. Birinchisi o'tkir bakterial prostatit, ikkinchisi surunkali bakterial prostatit, uchinchisi surunkali prostatit tos og'riqlari sindromi bilan buni A va B bandlari bor. A bandi yallig'lanishli, B bandi yallig'lanishsiz hisoblanadi. 4-guruhi esa asimptomatik prostatit hisoblanadi. Kasallikning kelib chiqishiga eng ko'p bakterial infeksiya sabab bo'ladi. Bular limfagen kelishi mumkin, qon bilan kelishi mumkin yoki sidik refluks bilan kelib chiqadi. Kamdan kam holatlarda psixosomatik sabablar ham kuzatilishi mumkin. Klinik ketishida bemorlar faqatgina siyishdagi muammo bo'ladi prostatitlarda deb o'ylaydi, lekin beldagi, chottay orasidagi, tuxumlardagi og'riq, jinsiy holat boshidagi og'riqlar ham prostatitga tegishli. Bundan tashqari ba'zi holatlarda tez tashlashlik, erektil disfunksiya, hattoki bepushtlik xavfiga ham ega kasallik hisoblanadi. Prostatitni davolashda avvalo shuni aytib o'tishimiz kerak, prostatit 28 kun, 42 kunda tuzaladigan kasallik hisoblanadi. Faqat tizimli mexanizm asosida dorilarni gruppasini to'g'ri tanlagan holda davolashimiz kerak bo'ladi. Davolashda birinchi o'rinda turadigani bu antibiotik hisoblanadi. Antibiotiklarni ham ftorxinolon gruppasini ishlatishimiz kerak bo'ladi. Chunki gematoprostatik baryerdan o'ta olmaydigan dorilar hech qachon prostatitni tuzata olmaydi. Ikkinchi dorilarimiz bular alfa blokatorlar hisoblanadi. Yuqorida aytib o'tganimizdek siyish simptomlarini kamaytiradigan preparatlar hisoblanadi. Uchinchi gruppa dorimiz bu yallig'lanishga qarshi dori preparatlar hisoblanadi. To'qimadagi yallig'lanishni, og'riqni, ishni kamaytirishga xizmat qiladi. Endi ko'pchilikning e'tiroziga sabab bo'lgan prostatani massaji haqida gapirib beraman. Prostatani massaj qilish ilmiy isbotlangan muolaja hisoblanadi. Henenfeld va uning hamkorlari 1999-yilda prostatani massaj qilish prostatani ichidagi sekretsiyani drenajiga, intraprostatik bosimni kamayishiga va berilgan antibiotiklarni kirishini orttirishiga sabab bo'lishligini ilmiy isbotlab bergan. Prostatani massaj qilishda shuni unutmasligimiz kerakki, agar o'tkir bakterial prostatit bo'lsa, sepsis xavfi bo'lsa, prostatani massaj qilish mumkin emas. Xulosa qilib aytganda shuni aytishimiz mumkinki, prostatit bu tuzaladigan kasallik, faqat unga to'g'ri tashxis va ilmiy yondashuv kerak bo'ladi. Erektil disfunksiya, erta bo'shalish, antibiotiklarga javob bermaydigan boshqa kasallik holatlarida ham prostatitni davolab va uzluksiz uni massaj qilish orqali natijaga erishaman deyishlik bu mutlaqo xato hisoblanadi. Shu kabi ma'lumotlarni Instagram kanalimizda ham kuzatib borishingiz mumkin. Sizlar bilan urolog, androlog Zarifjon Murodov, Qo'qon shahri Hospital Zm klinikasi.